Bugun men ko'pchilik pensiyaga chiqish arafasida duch keladigan juda muhim masalani tushuntirib beraman. Kimga qo'shimcha ish staji hisobga olinishi mumkin? Qaysi davrlar ish stajiga qo'shiladi? Qaysi holatlarda esa odamlar o'ylagandek staj qo'shilmaydi? Bu mavzu faqat pensiya yoshiga yaqinlashgan insonlarga emas, hozir 30-40 yoshda ishlayotgan barchaga tegishli. Chunki bugun hujjatingiz to'g'ri bo'lmasa, ertaga pensiya hisoblashda bir necha yil stajingiz tan olinmay qolishi mumkin. Men sizga bu masalani oddiy tilda amaliy misollar bilan tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki aynan oxirida men qanday hujjatlarni tekshirish, qayerga murojaat qilish va arizada nimalarni yozish kerakligini aniq aytaman. Kanalga ho'zroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar oilangizdagi ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz va o'zingiz uchun juda kerak bo'ladi. Avval ish staji deganda ko'pchilik faqat mehnat daftarchasida yozilgan ish joylarini tushunardi. Ya'ni odam zavodda ishlagan bo'lsa, maktabda o'qituvchi bo'lsa, shifoxonada hamshira bo'lsa, tashkilotda buxgalter bo'lsa, mehnat daftarchasidagi yozuvga qarab staj hisoblanardi. Lekin hayot faqat rasmiy ish joyidan iborat emas. Odam armiyaga boradi. Ayol farzand parvarishi ta'tiliga chiqadi. Kimdir nogiron farzandni parvarish qiladi. Kimdir keksaygan ota-onasiga qaraydi. Kimdir ilgari o'qigan davrini stajga qo'shish mumkinmi deb savol beradi. Hozirgi tartibda ish staji masalasi yanada aniqroq hujjatlar va elektron ma'lumotlar asosida tekshirilmoqda. Ya'ni faqat men ishlaganman deyish yetarli emas. Pensiya jamg'armasi, bandlik organlari, soliq organlari va elektron mehnat tizimlarida ma'lumot bo'lishi kerak yoki sizda tasdiqlovchi hujjatlar bo'lishi kerak. Aynan shu yerda ko'pchilik muammoga duch keladi. Odam o'zi 30 yil ishladim deb o'ylaydi. Lekin hujjatda 27 yil chiqadi. Yoki ayol 3 farzand bilan uyda bo'lgan, davrni stajga qo'shiladi deb o'ylaydi. Lekin har bir davr qonunda belgilangan chegarada va hujjat bilan tasdiqlangandagina hisoblanadi. Eng muhim o'zgarishlardan biri shuki, hozir stajni aniqlashda elektron bazalar, rasmiy badallar, mehnat shartnomasi, buyruqlar, arxiv ma'lumotlari, harbiy xizmat hujjatlari, farzand tug'ilganlik guvohnomalari, parvarish to'g'risidagi ma'lumotnomalar katta ahamiyatga ega bo'lib qoldi. Oldin ba'zan mehnat daftarchasidagi yozuvga ko'proq tayanilgan bo'lsa, hozir yozuvning o'zi yetarli bo'lmay qoladigan holatlar ham bor. Shuning uchun men har doim aytaman, staj masalasi pensiyaga 2 oy qolganda emas, kamida bir necha yil oldin tekshirilishi kerak. Birinchi navbatda farzand tarbiyasi bilan uyda bo'lgan ayollar bu masalaga e'tibor berishi kerak. Qonunchilikda bola parvarishi ta'tilida bo'lgan davrni ish stajiga qo'shish imkoniyati mavjud. Lekin bu cheksiz emas. Odatda bola 3 yoshga to'lgunga qadar bo'lgan parvarish davri hisobga olinadi. Ammo umumiy hisobda belgilangan maksimal chegara mavjud. Amaliyotda ko'p uchraydigan holat, ayol 4 nafar farzand ko'rgan, har bir farzand bilan 3 yildan uyda bo'lgan, jami 12 yil uyda o'tgan. U demak menga 12 yil staj qo'shiladi deb o'ylaydi. Lekin qonunda jami hisobga olinadigan davr cheklangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir farzand bo'yicha tug'ilganlik guvohnomasi, ish joyidan bola parvarishi ta'til bergani haqidagi buyruq yoki arxiv ma'lumotnomasi, agar ishlamagan bo'lsa, tegishli holatni tasdiqlovchi boshqa hujjatlar muhim bo'ladi. Masalan, Gulnora opa 1992 yildan 1998 yilgacha maktabda ishlagan. 1998 yilda birinchi farzandi tug'ilgan va u bola parvarish ta'tiliga chiqqan. 2001 yilda ikkinchi farzand tug'ilgan, keyin yana uyda qolgan. 2025 yilda ishga qaytgan. U o'z hisobida 6 yilcha uyda bo'lgan. Agar hujjatlarda u mehnat munosabatida bo'lgan, ta'til buyruqlari rasmiylashtirilgan, farzandlar tug'ilganligi tasdiqlangan bo'lsa, bu davr stajga qo'shilishi mumkin. Lekin buyruqlar yo'qolgan bo'lsa, maktab yopilgan bo'lsa yoki arxivga topshirilmagan bo'lsa, u holda muammo tug'iladi. Shuning uchun arxivdan ma'lumotnoma olish juda muhim. Ikkinchi toifa harbiy xizmatda bo'lgan erkaklar va ayollar. Muddatli harbiy xizmat, ayrim hollarda kontrakt asosidagi xizmat, ichki ishlar, milliy gvardiya, favqulodda vaziyatlar yoki boshqa kuch tuzilmalaridagi xizmat davrlari pensiya stajiga ta'sir qilishi mumkin. Oddiy misol. Rustam aka 1997 yildan 1999 yilgacha armiyada xizmat qilgan. Keyin 1990 yildan ishlab kelgan. Pensiya hisobida uning mehnat daftarchasida faqat 1990 yildan keyingi ish yozilgan bo'lishi mumkin. Lekin harbiy biletida 2 yil xizmat ko'rsatilgan. Agar u harbiy biletni taqdim qilmasa yoki undagi yozuvlar noaniq bo'lsa, 2 yil staj hisobga olinmay qolishi ehtimoli bor.
2 yil esa pensiya tayinlashda juda katta farq qilishi mumkin. Ba'zan odamda talab qilinadigan minimal staj 2 yil yetmay turadi. Aynan harbiy xizmat hujjati masalani hal qiladi. 3-toifa nogironligi bo'lgan farzandini yoki I guruh nogironligi bo'lgan shaxsni parvarish qilganlar. Hayotda shunday oilalar bor. Ona yoki ota ishlash imkoniyatidan voz kechib, og'ir ahvoldagi farzandini yillar davomida parvarish qiladi. Bunday davrlar ayrim shartlar asosida stajga qo'shilishi mumkin. Lekin bu yerda juda muhim nuqta bor. Shunchaki men qaraganman degan gap yetarli emas. Nogironlik to'g'risidagi tibbiy mehnat ekspert komissiyasi hujjatlari parvarish zarurligini tasdiqlovchi ma'lumotlar. Shaxsning haqiqatan ham parvarish qiluvchi sifatida ko'rsatilgani, o'sha davrda boshqa joyda ishlamaganligi kabi masalalar tekshiriladi. Masalan, Dilbar opa 2006 yildan 2016 yilgacha nogironligi bo'lgan farzandini uyda parvarish qilgan. U rasmiy ishga kira olmagan. Agar bolaga nogironlik belgilangan hujjatlar, parvarish davrini tasdiqlovchi ma'lumotlar va tegishli organlardan olingan ma'lumotnomalar bo'lsa, bu davrning pensiya stajiga ta'siri bo'lishi mumkin. Ammo hujjatlar faqat 2010 yildan boshlab rasmiylashtirilgan bo'lsa, 2006-2010 yillar bo'yicha savol tug'iladi. Shuning uchun har qanday parvarish holati vaqtida rasmiylashtirish kerak. 4-toifa taqim yoshdan oshgan keksani parvarish qilgan shaxslar. Ko'p oilalarda bitta farzand ota yoki onasiga qaraydi. U kishi yura olmaydi, doimiy yordamga muhtoj bo'ladi. Bunday holatlarda ham ayrim davrlarni stajga qo'shish masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin yana bir bor ta'kidlayman. Bu avtomatik tarzda bo'lmaydi. Parvarish qilinayotgan shaxsning yoshi, sog'lig'i, parvarishga muhtojligi, parvarish qilgan shaxsning o'sha davrdagi bandligi rasmiy ro'yxatga olinmagani tekshiriladi. Agar odam bir vaqtning o'zida to'liq stavkada ishlagan bo'lsa va yana men 24 soat parvarish qildim desa, bu yerda savollar paydo bo'ladi. 5-toifa o'qigan davrini stajga qo'shmoqchi bo'lganlar. Bu eng ko'p chalkashlik tug'diradigan mavzulardan biri. Ayrim davrlarda kunduzgi ta'lim, oliy ta'lim, aspirantura yoki maxsus o'quv yurtlarida o'qish stajga turlicha tartibda kiritilgan. Bu yerda qaysi yillarda o'qiganingiz, ta'lim turi, o'qish kunduzgi bo'lganmi yoki sirtqi bo'lganmi? O'qishdan oldin ishlaganmisiz? O'qish davrida mehnat munosabatlari bo'lganmi? Qonun o'sha davrda qanday ishlagan? Bularning hammasi ahamiyatga ega. Shuning uchun men hech qachon ham o'qigan yillar avtomatik stajga qo'shiladi deb aytmayman. Har bir holat alohida tekshiriladi. Masalan, Bahrom aka 1998 yillarda institutda kunduzgi o'qigan, 1998 yildan ish boshlagan. U o'qish davrini stajga qo'shish mumkinmi deb so'raydi. Bu savolga javob berish uchun diplomning o'zi yetmasligi mumkin. O'qishga kirish va bitirish haqidagi arxiv ma'lumotnomasi ta'lim shahli. O'sha davrdagi qonunchilikka muvofiqlik ko'riladi. Boshqa bir misol, Nodira opa 2005-2009 yillarida sirtqi o'qigan va shu bilan birga bog'chada ishlagan. Bu holatda staj asosan ishlagan davr bo'yicha yuradi, chunki u ish haqi olgan. Mehnat shartnomasi bo'lgan. O'qishning o'zi alohida qo'shimcha staj bermasligi mumkin, lekin ish davri hisoblanadi. 6-toifa chet elda ishlaganlar va mehnat migrantlari bu juda dolzarb masala. Ko'p yurtdoshlarimiz Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreya, Turkiya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Ular men 10 yil chet elda ishladim. O'zbekistonda pensiyaga staj bo'ladimi deb so'rashadi. Javob oddiy emas. Agar davlatlar o'rtasida pensiya ta'minoti bo'yicha kelishuvlar bo'lsa, badallar to'langan bo'lsa, rasmiy ish va tegishli hujjatlar mavjud bo'lsa, ayrim davrlar hisobga olinishi mumkin. Lekin norasmiy ishlagan. Ish beruvchi hech qanday badal to'lamagan, shartnoma bo'lmagan bo'lsa, stajni tasdiqlash juda qiyin bo'ladi. Masalan, Akmal 2000, Indik 2020 yillarda Rossiyada qurilishda ishlagan. Agar u rasmiy mehnat shartnomasi bilan ishlagan, sug'urta badallari to'langan, Rossiya pensiya jamg'armasi yoki tegishli organlaridan ma'lumotnoma olsa, bu ma'lumotlar ko'rib chiqiladi. Ammo u faqat og'zaki kelishuv asosida ishlagan, maoshni qo'ldan olgan bo'lsa, O'zbekistonda bu takis yilni isbotlash deyarli imkonsiz bo'lishi mumkin. Shuning uchun chet elga ishlashga ketayotgan har bir odam shartnoma, soliq yoki sug'urta to'lovlari, ish beruvchi ma'lumotnomalari haqida oldindan o'ylash kerak. 7-toifa yoki tartibdagi tadbirkorlar, o'zini o'zi band qilganlar va dehqon xo'jaligida ishlaganlar. Hozir ko'p odamlar do'kon yuritadi, tikuvchilik qiladi, taksi xizmatida ishlaydi, onlayn savdo qiladi.
hunarmandchilik bilan shug'ullanadi. Ular uchun eng asosiy masala ijtimoiy soliq yoki pensiya uchun zarur to'lovlar amalga oshirilganmi? Agar odam 5 yil savdo qilgan bo'lsa, lekin rasmiy ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa va hech qanday to'lov qilmagan bo'lsa, men ishladim degani staj uchun yetarli bo'lmaydi. Aksincha, o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tib, belgilangan tartibda to'lov qilgan bo'lsa, bu davr stajga ta'sir qilishi mumkin. Endi kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz rasmiy ish joyida ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchi siz uchun ijtimoiy soliq to'layotgan bo'lsa, mehnat shartnomangiz elektron tizimda ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, ish haqi rasmiy o'tayotgan bo'lsa, staj bo'yicha asosiy xavf kamroq bo'ladi. Lekin baribir tekshirib turish kerak. Chunki ba'zida ish beruvchi xodimni yarim stavka ko'rsatadi, ish haqini kam rasmiylashtiradi yoki mehnat shartnomasini kech kiritadi. Bu keyinchalik pensiya miqdori ham stajga ham ta'sir qilishi mumkin. Eng katta xato. Odam mehnat daftarchasi bor ekan, hammasi joyida deb o'ylaydi. Aslida mehnat daftarchasidagi yozuvlar to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Ishga qabul qilish buyrug'i raqami, sanasi, lavozim nomi, ishdan bo'shatish asosi, muhr, imzo, tashkilot nomi aniq bo'lishi zarur. Agar yozuvda tuzatishlar bo'lsa, muhr noaniq bo'lsa, nomi o'zgargan bo'lsa, arifdan tasdiq talab qilinishi mumkin. Ikkinchi xato. Bir xil davrni 2 marta stajga qo'shish mumkin deb o'ylash. Masalan, ayol bola parvarishi ta'tilida bo'lgan va shu davrda rasmiy ish munosabatlari saqlangan. Bu davr alohida qo'shimcha sifatida 2 marta ko'paytirib berilmaydi. Yoki odam bir vaqtning o'zida sidqi o'qigan va ishlagan. O'qish ham, ish ham alohida qo'shilib, bitta yil 2 yilga aylanmaydi. Staj kalendar davrlar bo'yicha hisoblanadi. Ya'ni bir yil ichida 2 xil asos bo'lsa ham, odatda u bir yil sifatida qaraladi. Uchinchi xato. Bola parvarishi davrida cheksiz deb o'ylash. Masalan, 5 farzandli onada 25 yil uyda o'tgan bo'lishi mumkin. Lekin qonunchilikda bunday davrlarni hisobga olishda maksimal chegaralar mavjud. Shuning uchun farzandim ko'p, demak stajim ham avtomatik ko'p bo'ladi degan fikr noto'g'ri. Har bir farzand bo'yicha hujjat, ta'til davri, umumiy chegara, boshqa ish davrlari bilan kesishish holati tekshiriladi. 4-xato. Og'zaki guvohlar bilan hamma narsani isbotlash mumkin deb o'ylash. Ayrim hollarda sud orqali yoki maxsus tartibda guvoh ko'rsatmalari ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin pensiya staji masalasida asosiy dalil rasmiy hujjatdir. Guvoh u biz bilan ishlagan desa ham, ish haqi qaydnomasi, buyruq, arxiv, shartnoma bo'lmasa natija kafolatlanmaydi. Ayniqsa xususiy korxonalarda norasmiy ishlagan davrlarni isbotlash juda qiyin. 5-nozik jihat. Korxona tugatilgan bo'lsa, ko'pchilik korxona yopilib ketgan, endi nima qilaman deb xavotirlanadi. Bunday holatda hujjatlar arxivga topshirilgan bo'lishi kerak. Tuman yoki shahar arxivi, viloyat arxivi. Tashkilotning huquqiy vorisi, yugurib turuvchi tashkilot orqali ma'lumot qidiriladi. Agar korxona hujjatlarni topshirgan bo'lsa, masala murakkablashadi. Shuning uchun eski ish joylaringiz bo'yicha arxiv ma'lumotlarini oldindan olib qo'yish juda foydali. 6-nozik jihat familiya o'zgarishi. Ayollar turmushga chiqqanda familiyasini o'zgartiradi. Mehnat daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya, diplomda boshqa yozuv bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Aks holda bitta odamning hujjatlari turli shaxsga tegishli ko'rinib qolishi mumkin. 7-nozik jihat. Ish haqi va stajni adashtirish. Staj pensiya tayinlash huquqiga ta'sir qiladi. Ish haqi esa pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Ba'zan odamda staj yetarli bo'ladi. Lekin ish haqi past rasmiylashtirilgani uchun pensiya miqdori kutilgandan kam chiqadi. Yoki aksincha odam yaxshi maosh olgan. Lekin rasmiy ishlagan yillari kam. Shuning uchun faqat necha yil ishladim emas, qaysi yillarim rasmiy, qaysi yillarim bo'yicha badal to'langan, ish haqi qanday ko'rsatilgan degan savollarni ham tekshirish kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'z mehnat tarixingizni yozib chiqing. Qog'ozga yoki telefonga yilma-yil yozing. Qachon o'qidingiz, qachon ishladingiz, qachon armiyada bo'ldingiz. Qachon farzand parvarishi ta'tiliga chiqdingiz, qachon chet elda ishladingiz, qachon tadbirkor bo'ldingiz. Masalan, 1998 1990 armiya, 1990 zavod, 2001 bola parvarishi, 2015 maktab, 2020 xususiy firma. Shunda qaysi davrlar bo'sh qolayotganini ko'rasiz. Ikkinchi qadam, mavjud hujjatlarni yig'ing.
mehnat daftarchasi, harbiy bilet, diplom, o'qish haqida arxiv ma'lumotnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan hujjatlar, nogironlik haqida ma'lumotnoma, parvarish hujjatlari, tadbirkorlik ro'yxati, soliq to'lovlar, chet eldagi ish shartnomalari, ish beruvchi ma'lumotnomalari. Bank orqali oylik tushganini tasdiqlovchi hujjatlar bo'lsa, barchasini alohida papkaga soling. 3-qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Hozir ko'p ma'lumotlar elektron tizimlarda yuritiladi. MyDocument.uz, MyMehnat.uz. Soliq organlari shaxsiy kabinetlari pensiya tizimi orqali mavjud ma'lumotlarni ko'rish mumkin. Agar sizning oxirgi yillardagi ish joyingiz elektron mehnat shartnomasida ko'rinmasa, ish beruvchidan darhol aniqlashtiring. Keyin to'g'rilab qo'yamiz degan gapga ishonib yurish xavfli. Chunki keyin korxona yopilishi, rahbar almashishi yoki hujjatlar topilmasligi mumkin. 4-qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga oldindan murojaat qiling. Pensiya yoshiga yetgandan keyin emas, kamida 2 yil oldin borib, mening ish tajribamni dastlabki tekshirib berishlaringizni so'rayman. Qaysi davrlar bo'yicha hujjat yetishmayapti deb so'rang. Mutaxassislar sizga qaysi ish joyi bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi kerakligini, qaysi davrlar shubhali ekanini aytib beradi. 5-qadam, arxivga to'g'ri murojaat qiling. Arizangizda tashkilot nomini, ishlagan yillaringizni, lavozimingizni, eski familiyangiz bo'lsa, uni korxona joylashgan manzilni imkon qadar aniq yozing. Masalan, men 1994 yil 10 martni 2002 yil 25 iyungacha Toshkent viloyati Chirchiq shahridagi falon zavodda hisobchi lavozimida ishlagan davrim bo'yicha ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari, ish haqi qaydnomalari hamda stajni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasini berishingizni so'rayman. Ariza aniq bo'lsa, arxiv xodimlariga qidirish osonroq bo'ladi. 6-qadam, agar ish beruvchi hozir ham faol bo'lsa, undan ma'lumotnoma oling. Ma'lumotnomada ishga kirgan sana, ishdan chiqqan sana, lavozim, buyruq raqamlari, ish haqi, ijtimoiy to'lovlar ko'rsatilgani yaxshi. Faqat oddiy ishlagan degan xat yetarli bo'lmay qolishi mumkin. Rasmiy blank rahbar imzosi, muhr, buxgalteriya yoki kadrlar bo'limi ma'lumotlari bo'lishi kerak. 7-qadam. Chet elda ishlagan bo'lsangiz, o'sha davlatdagi rasmiy hujjatlarni hozirdan yig'ing. Ish shartnomasi, sug'urta raqami, badal to'langanligi haqida ma'lumot, ish beruvchi ma'lumotnomasi, soliq deklaratsiyasi, rasmiy tarjima va apostil yoki konsullik tasdiqlari talab qilinishi mumkin. Har bir davlat bo'yicha tartib boshqacha bo'ladi. Shuning uchun hujjatni shunchaki olib kelish emas, uni O'zbekistonda tan olinadigan shaklga keltirish kerak. 8-qadam. Agar parvarish davrini stajga qo'shmoqchi bo'lsangiz, parvarish rasmiylashtirilganini tekshiring. Nogironligi bo'lgan shaxs 80 yoshdan oshgan keksa yoki doimiy parvarishga muhtoj shaxs bo'yicha tibbiy hujjatlar. Parvarish belgilangan davr, sizning parvarish qiluvchi sifatidagi maqomingiz, o'sha davrda ish bilan band bo'lmaganligingiz bo'yicha hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Bu masalada mahalla tibbiyot muassasasi, ijtimoiy himoya organlari va pensiya bo'limidan aniq ro'yxatni oling. 9-qadam, agar rad javobi olsangiz, og'zaki bahslashib yurmasdan yozma javob so'rang. Pensiya bo'limi qaysi davrni nima sababdan stajga qo'shmaganini yozma tushuntirish kerak. Shunda siz qaysi hujjat yetishmayotganini bilasiz. Agar qaror bilan rozi bo'lmasangiz, yugurib turuvchi organga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati mavjud. Lekin sudga borishdan oldin hujjat bazasini puxta tayyorlash kerak. 10-qadam. Oilangizdagi katta yoshdagilar hujjatlarini ham tekshiring. Ko'p hollarda ota-onalarimiz eski qog'ozlarni sandiqda saqlaydi, lekin ular orasida eng kerakli hujjat yo'qolgan bo'ladi. Mehnat daftarchasini skaner qilib qo'ying, harbiy bilet nusxasini oling, diplom va tug'ilganlik guvohnomalarini tartibga soling. Hujjatning asli yo'qolsa, tiklashga vaqt ketadi. Pensiya tayinlash vaqtida esa har bir kun asabga tegadi. Demak, qo'shimcha ish staji deganda faqat korxonada ishlagan yillar emas, balki qonunda belgilangan ayrim davrlar ham nazarda tutilishi mumkin. Harbiy xizmat, bola parvarishi, nogironligi bo'lgan shaxsni yoki keksani parvarish qilish. Ayrim o'qish davrlari, rasmiy tadbirkorlik yoki chet eldagi rasmiy mehnat faoliyati kabi holatlar. Lekin bularning hech biri faqat og'zaki gap bilan avtomatik qo'shilmaydi. Har bir davr hujjat bilan tasdiqlanishi, qonundagi shartlarga mos kelishi va boshqa davrlar bilan to'g'ri hisoblanishi kerak. Men sizga maslahatimni yana bir bor aniq aytaman. Pensiyaga chiqish yaqinlashishini kutmang. Bugunoq mehnat tarixingizni yozing, hujjatlaringizni yig'ing
elektron bazalarni tekshiring. Kerak bo'lsa orqiga va pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. 1 yil staj ham ba'zan pensiya huquqini hal qiladi. 2-3 yil esa pensiya miqdorida sezilarli farq qilishi mumkin. Agar sizda ham shunday vaziyat bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi davringiz stajga qo'shilmayapti, qaysi hujjat yetishmayapti, farzand parvarishi, harbiy xizmat yoki chet eldagi ish bo'yicha savolingiz bormi? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni yaqinlaringizga yuboring. Chunki qo'shimcha ish staji masalasi har bir oilada kimningdir pensiyasiga bevosita ta'sir qilishi mumkin.